أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين. أما بعد، ابن عطاء الله السكندري'ninki لطائف المنندن ağın münacatına yaramaklık toxtagan. Deydi: İlahi amiyat aynun la taraka alayha raqiba. Raqib degan kuzatuvchi, nazoratchi degan. Seni o'ziga kuzatuvchi deb qaramaydigan ko'z ko'rilib ketsin. Va khasirat safaqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Sening so'ygundan bir nasibini qilmagan har qanday bandaning tijorati ziyon tassin. Safqa degan ilm setim savdo degan. Yani Allah Teala'nı özgü küz tuğuçi deb qaramagan ko'z ko'rilib ketsin. Demek onun dili amaligini bildirdi bu demakchi. Bu xuddi Cibrilning hadisida ihsonni ta'rif qilgan vaqtida an ta'budalloha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak deganga yaqinlashib qoladi. İlahi emarta bir rucu'i ilal athari fa erci'ni ileyha bi kisvetil envar. İlahim sen idzağa müracaat qilishni buyurding. Mesela Kur'an'da afala yanduruna lil ibli kayfa khuliqat şunama kul undurma fis semawati vel ard degandek aslında jiq Allah Teala'nın mush mahluqlarga qarab tafakkur qilishni buyurgan oyatlar var. Tamam? Aslında buyurding dedi. Yani kainatga qarashni tefekkür kılışını buyurdum. فَاَرْجَعْنِي اِلَيْهَا بِكِسْوَةِ الْاَنْوَارِ Şuna mene onunla nur libası olan kaytuğun ki nur libası yani kontrol hatıcam bulgan yekini ilim bilen kaytuğun demek. Nezler kıysan aslında konum hatıcam bulgan şeşif kalmayacağın derecede tuluk iman etken halatta kaytay. Ve hidayetul istibsar yani hidayet olan kaytuğun. Çünkü maya kança özüm tefekkür kılıp nimkiyinin bilen insan hidayetki başlamışsan bika. İstibsar degan şu haqni kurash quvvati bilan degan. Hatta arji'a ilayka minha kama dakhaltu ilayka minha masuna sirri an-nazari ilayha. Taki men şu mahluqatlarga nazar qilib ondan sana qaytqayman kama dakhaltu ilayka minha masuna sirri an-nazari ilayha. Masun degan qo'g'dalgan saqlangan degan bo'ldi. Sir degan maxfiylik, masun degan saqlangan. Maxfiylik saqlangan holatda ashuningdan sana yetkilay demakchi. Ya'ni ashu anin nazar ilayha degan ashu maxluq tog', daryo, quyosh, mushu yulduz, mush nasl tafakkur qilib buningdan sana istidlol qilib sening borlig'ingni e'tiqod qilishdan g'achchi yetkilib men sen bilen meşgul olduğun bulay. Yani delillerle meşgul olduğun bulmay, Halık'la meşgul olduğun bulay demek. Ve merfu'ul himmeti anil i'timadi aleyha. Yine baş tefekkür işlere, izdin işlere mesela. Ya başka emellerge men tayinip kılıştım. Mesela sında kıysam bana savuk kıldı deyip aşı emellerini tayinip kılıştım. O çağır himmetinle sel kötürep sen bilen meşgul olduğun senin tefaddül hidayetinden merhamet küsüdüğün bulay demek. Yani ben özümden işlerimge tayinişten himmetimni takım kötürep senin hidayetinge, fezlinge tayinişka örüley demekçi. İnneke ala kulli şeyin kadirsin. Hakikaten hemmeki kadirsen dedi. İlahi hâzâ dulli zâhirun beynedey. Mana bu onun harlikim. Senin huzurunda enik görünüp turuptu dedi. Ve hâzâ hâli la yakhfa aleyk. Mana bu onun ahvalim sana hiç kanda mahfi emez. Minke atlubul usul ileyk. Sana yetişine yani seni hakiki tunuşne fakat sen dillam Süleyman dedi. Minke diyen sen dillam. Esle atlubul usul ileyke minke diyen oldu. Leke takdim takhiri kandı ki sen dillam diyen kaçlarını bildirdi. Ve bike estedillu aleyk mana. Ha bayağı ötkenki derske gibağı keyfe yustedillu aleyke bima huve muftakirun fi vücudihi ileyke diyen sözünün tekrarını şuna. Ve bike estedillu aleyk. Men sana seni delil qilay dedim. Mahluqlarni, boshqa parcha narsalarni sening barlig'ingga, qudratingga delil qilmay, chunki sen azali yaratgan narsalar keyin paydo bo'lgan hodisa narsalar. Demak, faqat Alloh o'zi tunitsalam shu orqali ondan tuniymiz demakchi. İhdini binurike ileyk. Senin
iman nuring bilan meni o'zingga hidoyat qilgin deydi. Yani seni tanışqa yetekligin. Ve aqimni bisidqil ubudiyyati bayna yadayk. Yani meni haqiqiy bandichilik bilan huzuringda turg'izgan. İlahi allimni min ilmikal mahzun. Ey ilahim, bana xazina saqlagan ilmingdan o'rgatkaysan. Yani ilm laduni deymiz buni. Bunda o'rganib, katta qalam bilan ustozning oldiga ilm emas, Alloh taolo osmondan mukkil berilgan shunday bir ilm emas. G'ayb ilmi. Ya g'aybi ilm emas, Alloh taolo o'zi huzuridan ato qiladigan ilm. Hikmatmi? Hikmat desek bo'ldi, uning ichida hikmat bo'ldi, boshqa ma'lumotlar bo'ldi. Shunga Alloh taolo Hizratimning haqidan dedi, "Va allamnahu min ladunna ilma." Hizr alayhisalomga shunday dedi. Shunga payg'ambarim bilmagan ilmni bildi. Musa alayhisalom ilm olaman deb ustoz tutgan. Hizr alayhisalom "Va allamnahu min ladunna ilma." Bizning huzurimizdan anda ilm bergan. Demek aşında sen şu hazinanı saklayan ilimden mahmut gibi bir veyat meşyat. Bu ilimni sen aşında has evliyalığına birda ilim. Hızır Aleyhisselam deyekmesin. Ve sunni diyen ihfazni demekçi. Masun diyen mahfuzluk o. Meni saklayan bir sirrismikel masun. Qoğdalgan isminin nuru bilen desek buldu. Sir diyenin şeyde nuru bilen desek buldu. Yani uluğ isminin nuru bilen demekçi. Masun degan boshqa daxil tarizi yetib qolishdan boshqasidan saqlangan muqaddas ismi zotining nuri bilan qo'g'dagan demak. Ilahi haqqiqni bi haqaiqi ahlil qurab. Ahlul qurab degan Alloh taolaga eng yaqin zotlar deydi. Eng yaqin zotlarning haqiqatlari bilan meni shunda maqomga yetkazgan demak. Haqiqni degan ana martabaga yetkazgan demakchi. Ya'ni sana yaqin zotlarning martabasiga yetkazgan şu mertebelerini belgin bana. Vesluk bi meselike ehlil cezb. Meni Allah Teala'ga tatılıp kitilgan. Cezb diyen tatış. Allah Teala'ga tatılıp kitilgan zatlarının yolunda mağuzgan der. Meselike yolla. Vesluk bi diyen meni şu yolu sağın. Yani cezb ehlinin yollarına mağuzgan, şu yolu salgan. Cezb ehli diyen namazda Allah Teala o zatlarını özgü cezb kıptırdıgan. Bu sopulunun da istilahı. Bizden de bunu düşünüp etmemiz lakin bizim de fırnışı da ne bakımız da. Cezibimiz Allah desem. Bunda bir mertebenin bir derecesi bolışı mümkün. Lakin ya da demek çoğunu sekreterin sopulunun gibi bulunması mümkün. Mağanın demek çoğunu Allah Teala özge devamlılık cezbip durduğun, takip durduğun bendilinin yolu sağın mı ne demek? İlahi egnini bi tedbirike an tedbiri. Meni öz tedbirim olan, öz çare kullanışım olan, benim özümün küçük çare kullanışında əplişip, helekçilikte avar olup gitişim, onu muhtaç kılmay, özüm bayqılıp etken. Çünkü tedbir kılış, tallaş, bu Allah'ın şeyi demek. Yüdebbiru al-halq. Şunama, fa'alun lima yurid. Ve bi ihtiyarike li an ihtiyari. Yani mening tanlashimga muhtoj qilmay, o'zimning tanlashi bilan meni bayqagan. Chunki biz tanlaymiz, o'zimizni ufurtib nima qilamiz? Oxiratda shu Alloh tanlig'ini, Alloh xolig'ini bo'ladi. Va awqifni ala marakiz ittirari. Ittirar degan majburlik, marakiz degan o'rinlar, joylar yani. Turadigan joylar. Men majburlikda turadigan joylarda tug'izg'imman deydi. Demakchi, yani men masalan taqrirlab ya kesellik bunda turishni xohlamaymiz ama. Lekin mecburlikdan unda turib qolaman. Meni ashunda o'rinlarga tug'izgan demak. Nima uchun? Ashunda o'rinlarda tursam, menga sendan madad kelsa, bu madadni men kutib olaman. İlahi akhrijni min zulli nafsi. İlahim meni o'zimni xar qilishdan chiqarib etgan. Yani o'zimni sendan o'zga xar qilishdan qutuldirib, sana xar qildirgan demakchi. وَطَهِّرْنِي مِنْ شَكِّي وَشِرْكِي قَبْلَ حُلُولِ رَمَسِي. Meni şeklerimden ve şirklerimden paklığın dedi. Kaçan ise meni kabrige koyduğun vakit kilişten ilgiri. Yani ölümümden ilgiri şirkten, şek şübheden paklığın. Ramas diyen kabr. Bike estansır fansurni. Men sendillan nusret tileyman dedi. Ması bulan da velidin oğuldan tilmeydi ki ne? Sendillan da dedi. Anında katılama. Sendillan nusret tileyman.
İyyâke diyen bulamda. Bike degan. Chunki ma bikani oldiga akab qo'ygan ekan. Sen dillamlar. Bike astansiru fansurni. Sen dillam nusrat tilayman, shunga menga nusrat ato qilgin, yordam qilgin. Va alayka tawakkul. Sana tayniman tawakkul qilaman. Fala takilni. Shunga meni o'zimga ya boshqalarga tashlab qo'ymagan. Hadisdan bag'u fala takilna ila anfusina tarfat ayn. وَلِجَنَابِكَ أَنْتَسِبُ فَلَا تُبْعِدْنِي Cenab degan zatın degan. Yani cenabları, özleri deymiz bu. Senin cenabınga mensup olaman men. Yani senin benden. Sen meni bakıdığan igen. Men senin kulum. Ondan ekan meni unda jiroqlashtirmaygan. وَبِبَابِكَ أَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنِي Men senin darvozang oldindan turib o'taman. Şuna meni qo'llab etmagan. Boshqa birisning darvozasi bormidim? Sening darvozang oldi ekan. Va iyyaka as'alu fala tukhayyibni. Sendillam so'rayman dedi. Iyyaka mana. Iyyaka as'al, sendillam so'rayman. Shunga meni quruq yanduma. Khaba khayyaba deganni o'tdik biz. Va fi fadlika arghabu fala tuhrimni. Yani sening fazl marhamatingni xohlayman. Shunga meni fazl marhamatingdan mahrum qilmag'aysa. İlahi taqaddasa ridaka an takuna lahu illatun minka. Senin razılığın şunda pak olup ketdi. Taqaddas degan pak oldu. Muqaddas degan pak. Senin razılığın beklan pak olup ketdi. An takuna lahu illatun minka. Yani senden bir sebep buluşidin pak olup ketdi. Bundan gap. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın razılığı bir sebepke qarashlik emas demek. Yani rıza degan, razılık degan, ma'lum yaxshilikni iroda qilsa bunda nima qiladi? Razılık degan razılık. Fa kayfa takunu lahu illatun minni? Yani sening razılığın senden bir sebep bo'lmasmi? Razı olsang bo'lib ketsa. Unda o'nikin mendan bir sebepga qarashlik emas u albatta. Yani senden chiqqan bir sebepga qarashlik emas bo'lsa, qandami mendan bo'ladigan bir ishga qarashlik bo'lib qoladi. Unda o'nikin qachon razı bo'lib ketmandan nima? Yani rızalığım benim ibadetim muhtaç emas. Ha. İbadet kılsam razı kılabilirse diye. Yani ibadet kılmayma demek şey emas yani. Razı bo'lg'dak ibadet qilolmasammi? Necha razı bo'lib ketmoqchi. Mana bunda o'n tushunayli buni, tushunami? Ha. Mendan bo'lgan bir illat bo'lsa, nima bo'ldi? Mening ahvolim, amallarim. Demak, mening ahvolim, amallarim u sabab bo'lmaydi. Yani xuddi bu nimada cennet chigizish bir odamning amallari bilan bo'lmaydi degan hadisga ishorat qilgandik. Lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmah. Yani Allah fazlama qilib menga rahmatini shunda Alloh tugivasa shu chog'da kechirayman. Bo'lmasa bizga Alloh taolaning bergan noz ne'mat iltifotlardan bunda qilgan amallarini udurlashtirib baqsak u ergizmi unda udurlashmaydi demak. Shunga yuqorida dedilar sen adlim bilan nima qilishdim? Men astanim qilib, men fazlimga yepishishni to'g'ri topdim degandek. Men asrash kelganda fazlim bilan meni nima qilgan? Agar adlim bilan nima qilsang, ishchataq. Antal ghaniyyu bizatik an yasila ilayka an-naf'u mink. Sen o'z zating bilan shunda boy, hech nimaga muhtoj emas. Yani g'ani degan hech qanday nimaga muhtoj emas bir zatsan deydi. Hatta o'zingdan bir foyda yetishga unda muhtoj emas. Demak bu bekla mubolag'a qilyaptilar. Fa kayfa la takunu ghaniyan anni? Unda bo'lgan ekan, u mening amal ibodatlarimga qat ehtiyojim bor albatta. Mening ishlarimga muhtoj emassan albatta demakchi. Ilahi innal qadaa wal qadara ghalabani. Ilohim sizning taqdir qilgan qazo qadarlaring meni mag'lub qildi. Yani qazo qadar bo'lgan ekan, zaqancha unda qilamiz, bunda qilamiz desak, shu bo'ldigan bo'ldi-ku. Meni chorasi qoldi, mag'lub qildi. Va innal hawa bi wasaqish shahwati asarani. Shahvat ag'amchisi bilan havoyi havaslarim meni bog'lab oldi. Asarani degan asarga shu degan qildi degan bog'ladi demak. Chunki oyatda vasaq degan ag'amcha. فشد الوثاق فإما من بعده وثاق degan ag'amcha. Shahvat ag'amchisi bilan havoyi havas xohishlarim meni asir qilib oldi. Yani bog'lab oldi demak. Havoyi havas ishib ketgan.
Hava heves buna çırmıvaldı demek. Hava degan insondagi bir narsa mayli bo'lish xohishlari yoki shahvat degandir. Bir narsa amroqlik. Nima uchun havo deb atalgan? Hanga ulab tushishmi havo deymiz. Havo yahvi. Unda tashki o'rakka, azgalga hanga tushiradigan narsa bo'lg'achqa havo deb ataladi. Haviya degan hang degan bu. Chigini ko'gilmaydigan ilqa tag'ning shu bag'ridagi chuqurlarni haviya deymiz. Yani shu tushiradigan narsani anda havo. Çünkü bunda şehvet xohishlari unda haviyaga tushiradi. Vasaq ağımça, yep, tana degandik. Endi vasiqa deb qo'yamiz hozir. Vasiqa degan xuddi bu bir hujjat, isbot, masalan to'y xati, vasiqat zavoj, nima uchun aslida bog'lab qo'ydigan narsa bu. Ashunlar undan aynan mustahkam bog'landi. Bo'lmasa keyin nazgurmanda tenoldan bo'lgan ekan vasiqa deymiz. Vasiqat safar, pasportmi, vasiqat safarmi? Vasiqat al-jawaz, pasport. Fakun enten nasira li hatta tansurani fi nefsi. Yani meni şehvetla, hevesle çırmı oldu. Şuna sen bana yardımcı bo'lgan. Hatta ki benim bütün şu işki dünyayımda, nefsimde bana nusret bergeyse. Demek meni özümün nefsi xohishidan üstün kirishim uchun bana nusret bergeyse. Ve tansura bi. Men bilan mı başkalarga da atadira. Men bilan başkalarga yardım bergeyse. Qanday yordam bergeyse, mening do'st birodarlarim, atrofda tuqqanlar shularga yaxshilik qiladigan bo'lish uchun, shularga foyda yetkazadigan bo'lish uchun menga yordam qil. Men bilan boshqalarga yordam qil dedi. Boshqalarga yordam berishda meni shuning bir vosita qilib qo'ygan demoqchi. Va aghnini bi judika hatta astaghniya bika an talabi. Jud deganni biz sehilik degan. O'z sehiliqing bilan meni boy qilib etgan. Hatta astaghniya bika an talabi. Oxirda men sendan tilashga muhtoj bo'lmay ketay demoqchi. Yani tilab o'tirgan holatda tilaydigan narsam qolmay, hammani sen berib etgan emas. Bu yo'ldan bir maqsad qilganimda, bütün ne'matlaringni uch ko'rdigan kishilardan qilib etgan. Albatta ne'matlar shunda jiq. Biz tilab o'tirmasakmi, nurg'un narsani berib etgan. Lekin uning ko'pini biz ko'rmaydigan bo'lg'achqa, yana tilab o'tirmayman. Ama beni ko'rdigan qilib atsam, men o'chaga tilab yurmayman. Men bergan ne'mani his qilmay, ko'rmay, men yana tilab o'tiraman. Men shunda davlat nurg'un boylikni berib atsa, uni his qilmay, tuymay, yana menga boylik bergan, uni qilgan, buni jiq umr vazman, umrimni uzun qilganda bunda tilab o'tirganman. Ondan shu meni shu ne'matlarimni ko'rdigan qilib at, his qildigan. Shunlar menda bor narsa so'rab yurmasam bo'ldi deb, o'chada shukr qilish tushadigan. Intaymiya Qayrada, Iskandariyada turmush so'lingan. Shu chog'da Qayrada Imom Intaymiya bilan munozirlashgan. Imom Intaymiyaning zamonidagi So'pininki peshvosi. Ben So'pilar Peygamber'de zahiriyen ko'rdim da'volar ekan qanday. Bularni da'vo qilma Rasulullohni ko'zim ochiq o'g'a holat ko'rdim dedi. Buningla gaplashmasak bo'ldi. Bizlar tushni ko'rayotganlar, tushni ko'ramiz, mumkin ehtimol. Yani ma So'pini deydiganki, Alloh taolo zamanni qisqartib, Rasululloh ba chaqullan bizning chaqul Alloh taolo barcha zamanni qisqartib dalam kurashtirdi. Ha deb qo'ydi. Va bunda kurashtirsa, ha, shundami deb qo'yib o'tagesek bo'ldi. Ko'pincha buni ko'rdim deydi Allah. Ya, maddi tafovut yig'ishning o'zi bazar saldalar var. O'yinni avliyo kemat primken onun binasını ekipsin dua qo'ydi. Yani o'zimda ulug' bir xil Rasululloh bilan domini ko'rishib turgan, namoz o'qiydigan, nima qildigan. Ishimni hozir men Rasululloh bilan Makkaga o'qib keldim deb, yani ishim o'qimaycha, hayratmanmay turib. Qanday deyilganlar var. Shuna bir xil saxtavazlik doirasida sirib qoldim. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك. Anvar deganmish nurul yaqin, yaqini iymon etishning nuri yurib ketgan deydi. Avliyolaringning dillarida yaqin iymon nuri yurib ketgan zot tursan. Shunda yurib ketgan bo'lg'achqa seni yaqindan tunidi. Va wahhaduk, seni yakkigan zot deb e'tiqod qilishdi. Va antallazi azaltal aghyara min qulubi ahbabika hatta lam yuhibbu siwaka. Sen yaxshi ko'rdigan bandalarning dilidan senden o'zga narsaning hammani ilib tashlayotgan zot tursan deydi. Ag'yar degan g'ayri narsalar. Yani Allohning g'ayrining hammani
sen yaxshi ko'rgan bandalarning dilida ilib tashlatding. Azalta degan yo'qdi etdim. Zavol deymiz-ku. Hatta lam yuhibbu siwaka. Ahire ular senden başkını yaxshi ko'rdi. Senla yaxshi ko'rdi. Wa lam yalja'u ila g'ayrik. Senden o'zgiga iltijo qilmadi. Senden o'zgilar panolanmadi. Antal mu'nisu lahum hayta awhashathumul awalim. Awalim degan boshqa dunyolar. Balchaqalar, mal-mulk, tüm shu narsalar orasida g'iriblik his qilgan chaqda avhashaga g'iriblik his qilish, ularning ko'ngliga illiqlik bag'ishlagan, ko'ngliga xushallik kirgizguchi santing deydi. Mu'nis degan unsi ulfat qiluvchi. Wa antallazi hadaytahum hatta tabanat lahumul ma'alim. Ularga bütün belgiler, yol işaretleri, ma'lum yalnız yol işaretleridir. Yol işaretleri aniq, aşkar bo'lgan kadar ularni hidayat qilgan zat sen o'zingdirsan. Mada wajada man faqadak. Seni yo'qotib qo'ygan kishi nimani qo'lga keltirdi? Yani boshqalarga eslabilib, seni qo'ldan berib qo'ygan kishi nimaga erishaldi? Hech nimaga. Va mallazi faqada man wajadak. Sana erishgan kishi nimani yo'qotib qo'ydi? Hech nima yo'qotib qo'ymadi, hammaga erishdi. Laqad khaba man radiya dunaka badala. Senden başka birisine bedel deb razı bo'lgan kishi ziyon tortib ketdi. Yani quruq qo'l qaytdi degandek. Hech nimaga erishmadi. Va laqad khasira man baga anka hiwala. Senden burilib boshqasiga qaragan kishi, boshqaga qaraydim, boshqa yuzlandim degan kishi ziyon tortib ketdi. Yani hiwala yani tahavvul. Anladım ma'no burilish, almashtirish degandek. Yani senin huzurundan baş tarafga şunda burilay deb başqalarga eslay deganlar ziyon tortib ketdi. İlahi kayfa yurja siwaka wa antallazi ma qata'tal ihsana. Sen yaxshilikni uzib qo'ymasan, yani yaxshilikni davomlashib turmasa, senden başqa birisi umid qilinamo? Tushundingmi? Sen yaxshilikni uzib qo'ymading. Shunda to'zim bakar başqasidan bir ders umid qilib turamizmi demak. Ve kayfa yutlabu min gayrika ve ente ma baddalta adatal imtinan. İmtinan degan ne'mat ato qilish. Ne'mat ato qilish odatingni almashtiratmagan tursan, sendan boshqa birisidan bir narsa talab qilinamdi. Avliyodan tilashing gapni qilmadimi? Ha? Allohdan tilashing gapni qiladi. Ne'mat ato qilish odatda deydi. Davomli berib turibsan, g'achsiz bakardan baka boshqasidan tilamdi bir narsani. Bäme to'xtab qolgan bo'lsang, nima bämidan boshqasidan so'ray desek, bu bizga. Lekin davomli berib atsang, nima uchun boshqasidan so'raymiz? Ya man azaqa ahbabahu halawata mu'anasatihi faqamu bayna yadayhi mutamalliqin. Amraq bandalarini o'ziga unsi ulfat qilish huzurini tetgan zot deydi. Mu'anasa degan unsi ulfat. Halal degan tatliqlik. Ahbab degan do'stlari, yaxshi ko'rgan kishilar. Yaxshi ko'rgan kishilarga o'zi bilan unsi ulfat qilish huzur halovatini tetgan zot. Faqamu bayna yadayhi mutamalliqin. Unda tetgan ekan, u o'zini yaxshi ko'rgan kishilar uning huzurida xushomat bilan siliq sipoy gapni qilib bunda tik turgan zot deydi. Mutamalliq degan mundoq tamalluq. Siliq sipoy xushomat qilish. Wa yaman albasa awliyahu malabis haybatihi. O'zining haybat kiyim-kechaklarini avliyolarga kiydirgan zot deydi. Faqamu bi'izzatihi musta'izzin. Şolan u avliyolari Allah'ning izzati bilan izzatlangan holatda bunda tudi deydi. Shunga hadisda bor-ku, "Men adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Uning qo'li o'liman, puti o'liman dedi. Demak, shunda Alloh taolaning izzatidan, do'nochilik bilan turadi bu avliyolar deydi. Anta zakiru min qabl zikri zakirin. Min qabl zikri zakirin. Yani zikr qiluvchilar zikr qilishdan allaqachon burun sen zikrga muvaffaq qilg'uchitding deydi. Yani bandalarni bu dunyoga to'raldirib masalan paydo qilishi ilgari sen azlingda burunlar bizni zikr qilishga hammani belgilab bo'lganding deydi. Wa antal badi'u bil ihsan min qabl tawajjuhul abidin. İbadet qiluvchilar sen yuzlanishdan burun, yani ibadet qiluvchilar dunyoga kirishdan ilgari sen
xayr saxovatini qilib boshlayotgan zot deydi. Yaxshilik qilishni boshlagan zot deydi. Oddisimiz payg'ambarlarni evatdi, yo'l ko'rsatdi, taatga muyassar qildi shunama. Va antal jawwadu bil ataya min qabli talabut talibin. Dua qilganlar dua qilishdan ilgari, undan burun mukofot hadiyalarni ko'p berayotgan zotsin. Ya'ni allaqachon mukofot hadiyalarni ko'p bergan zot deydi. Va antal wahhabu sen yana nurg'un narsani sababsiz berayotgan zot. Wahhab degan sababsiz berayotgan zot. İnneke entel vehhab deymiz o. Adette beriş var mı? Bu beriş mağlubi bir sebepten bunda böyle. Vehhab degan sebepsiz berayotgan. Zekeriya Aleyhisselam'ın duasına Munalike da'a Zekeriya Rabbah. Kâle Rabbi hebli hebli de. Bundan mukib berayot de. Mesela o sebep kılaysa o zaman yaşın ketken ayağılımı tuğmasya kırıp dağa ayağılın. Bu sebep yokum. Thumma ente lima vehabtena minel mustaqridin. Anda sebepsiz berayotsa, andın sen bizga sebepsiz berayotgan narsani tehi o'zing unda qazat tuğuchi zot. Qur'on Karim duo Men zellezi yuqridullaha qardan hasanan feydu'ifahu lehu adafan ketira. Demek, hazır bende türlü taat ibadet bilen Allah yolda pul haylisa, kuch chiqarsa, hamma ishni qilsa xuddi Alloh taolo qazir turgandek. Asli bu kuch, bu narsalar asli Allohdan so'z mukil berayotgan narsa bu. O'zi berayotgan narsani o'zingda men qazir turganda bunda degandek, bunda turgan zot sen İlahi utlubni bi rahmetike hatta asila ileyk. Sen öz rahmetin olan meni chaqirgin ki men sana yetkeyman deydi. Yani sana yakın bo'lgayman deydi. Vecvidni bi minnetike hatta uqbila aleyk. Öz ne'mating olan meni o'zingga tortqin ki men sana to'liq yuzlangayman. İlahi inne ricai la yanqati'u anka ve in asaytuka. Men sana asilik qilsam senden ümidim qat'iy üzülmeydi o. Yani tugashdan bo'ldi, bo'g'in dedilar shu. Yani ular senden mag'firat umid qilib turman deydi. Kama anna khawfi la yuzayiluni ve in ata'tuka. Sana itaat qilsam yana qo'rqinchim mendan butunlay uzilkisil yo'qolib ketmaydi o. Yani taat kıysam mı Hatice'min cennetin arasına buldum diyemeyim. Ha? Yani bu asilikini kıysam buldum dozakның beltine buldum onda katli başka çare yok da bunda nok etmeyim de. Demek al-havf ve raca diyen ne ulema deydi? Hem korkunç hem ümit. Bu ikisi imanın kanıtıdır. Yercuna rahmetahu ve yakşavuna azabe. Kur'an-ı Kerim vardı. Demek Allah Teala'nın azabından korkup duran ki. Rahmetini tilab turgan. Bunda ikkisi bo'lsa andin ish aqiladi. İlahi qad dafa'atnil avalimu. Turli dunyolar meni ittirdi deydi. Yani sana ittirib apadi deydi. Meni sana ittirdi. Ve qad awqafani ilmi bi karamika alayka. Senin sehliqingni bilganligim meni senin huzurunda turg'izib qo'ydi. Sehliqni bilgachga senden tilash uchun unda turibdiman. Qalim munojat qilib bunda tilatib hozir. Sen sehliqni bilgachga mushu gapni qilib turibdimi shadadmi? İlahi kayfa ukhayyabu ve anta amali. Bütün arzu ümidim sen tursan, men qandamı quruq qo'l qayturlay. Albatta sen shundan beribsan, shunda tilab kelgandikan. Em kayfa uhanu ve alayka muttakili. Tawakkul qilishim sanglam tursa, sanglam tayangan tursam, yani muttakiler yani i'timadi. Yönlüşüm, tayanışım sağlam tursa, ben qandamı bir bana sana iltifat qilmayman deb bunda ihanat qilganda bo'lib qolay, mumkin emas. İlahi kayfa asta'izzu ve fi dhullati arkaztani. İlahim men qandaqmi izzat talab qilay dedi. İzzatli bo'lashga tirishay dedi. Amaliyotda sen meni xorliqda joylashtirayotgan tursang dedi. Xorliqda joylashtirayotgan tursang, men qandaqmi izzat bo'lay deb baqilshay demoqchi. Herkes'e joylashtirdi. Em kayfa la asta'izzu ve ilayka nisbati. Yoki bunda desam bo'ldi dedi. Qandaqmi izzat bo'lmaydiganman,
Emniyette men sana nispet verilgen kişi tutsam, senin benden tutsam kandamı bir izzet olmay. Evet. Yani bir taraftan da bir hesap. Men şunda bir har, mahluk. Eğer izzet kolaydıysam mı? Yani şunun kadrim şöyle. Yani bir taraftan da bir hesap. Men senin benden, sen igen boğan iken sana bir taraftan bunda tutaşkan iken men izzet olmay bulup değil demekçi. Tutulukanlı bu. İlahi keyfe la eftekiru ve entellezî fil fakri akamtani. Fakirlikte sen turguzup koygan tutsan, men fakir olmay qanday qilay? Em keyfe eftekiru ve entellezî bicudike egnaytani. Sen özünün sıkılıkın bilen meni bay qilgan tutsan, men qanday namarat olab qilay? Entellezî la ilahe gayru. Senden başka mabud olmayan ilah sen durursan deydi. Ta'arrafta li kulli şeyin fema ceheleke şeyun. Sen hemen artık özalını tuntu ettin. Şunu seni hiç kandan artık tunmaydıgan da bu. Hemiz tunuydu seni. Emniyet hemiz tunuydu. Hatta insanlığıma şu ruhi alemde Allah Teala tuntu etken, tunuydu diken, ma dünya gelgen diken, bunun tabiiyeti buzulup, bulğunup ketip, bulğangan boğaçta, xuddalıqa bulğunup ketken suda, ya bilikni tunuyamayan dek, ayında tunuyamaygan bulup ketken, emniyetler hemiz tunuydu. Şunu kafir dedi, tunuyduğun da için tanımaganlık için kafir diyen. Bu insanlar, diken, aşağı Allah'ın bütün canlılıklarımız tunuydu. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Demek sen özüne hemen nasıl tunup kettin, tunupkan ki hemen nasıl tunuygan bulup ketdi. Tunumayman dediğin yok dedi. Yolunu darıkçı. Harakat diyorlar. Derak mı? Harakat. Şunu tunuydu. Şunu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Allah Teala'nın tunuş başka, bu gökmay turuşu başka. Mesela ötüleş hayvanlar mesela Allah tasbih ediyorlar. Elbette. Mesela şahanede biraz daha gözlemler ötüleşen hayvanlar evet tasbih ediyorlar. Elbette. Lekin bu bizga ziyarlik olacak ötüren. Ziyarlik bulmak Mesela jilanması ziyarlik emas diyalarni çayanna. Saçxanada sen mesela. Saçxanada ziyarlik olmaydi. Nereden tasavvur edeyim? O zaman bozuldu var mı? Boğazı nimre yaşaydı şu. Anlat onu verirken de Şu yediğimiz guruç, aş fullunu hep yaşaydı şu. Bazı şu silahdan guruçga çıkıp koydu. Şimdi onun kokununu yedikler. Guruçun o zaman da masraf pasının kupkarlarsı çıkıyor şu. Bu koydu. Ziyarlıkımız diyen bilen kokunu yap. Yani mesela çayan, İslam bu yani Allah Teala özü üttürürsen buldu da bu ziyankeş, ziyandar hayvan boğaçka bunda dese bu kadar ziyan kılmışı hiç bu hem de bu tatillik yapıyor. Ya Allah Teala peygamberinin tili arkalık ma ziyarlık dersi uttasan buldu deyin gel. Ma diye yapamaz. Hele olarak kapı bırakmayan ne? Bu emre ya Yahudiliğe amrarak buluşum. Velillahi fi halqihi şu'un. Ve ta'arrafta ileyye fi kulli şey. Mağama hem narsada sen tunulup kettin deydi. Fara'aytuke zahiran fi kulli şey. Şunu tunulup ketken hem narsa tunulup köründüğün şekilde tunulup ketkenken ben hem narsa qarasam seni köründüğün bulup kettin deydi. Sonra Arabi demsizliği fi kulli şeyin lehu ayet tedullu ala ennehu'l-vahid.
فَاَنْتَ الظَّاهِرُ لِكُلِّ şey. Demek hemen aslında sen özün uçuk aşkarı kırınıp duran zatıttır sen. Hadisin bağı اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقُكَ شَيْءٍ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. Hadis bu. Seyret. Ya men isteva bi rahmaniyetihi ala arşi. Özünün rahim şefkatçiliki bilen arşının üstüde boğan zat dedim. Er-Rahmanu alal arşi isteva dedi. Üstüde boğan zat. Fasaral arşu gayyiben guyyeban desek mi? Guyyeban fi rahmaniyeti. Şuna erş yani rahim şefkatin erşinin üstünde kaplagan ekan. Bu erş vardır. Rahim şefkatinin içine yo'qolib ketganda bo'lib ketdi deydi. Rahim şefkatin kaplab ketdi deydi. Kema saratul avalimu guyyeban yani gayban fi arşi. Bütün dünyalımı Erş'nin içinde yo'qolib ketgandek. Erş bütün dünyani qabladi. Erş en azamul mahlukat deydi. Mahlukning eng kattasi bo'lsa Erş deydi. Erş bütün narsani qablab ketgan ekan, ondan Rahman Rahim degan sifatlar bilan sen Erşning ustiga chiqqan ekan, Erşni shunda qablayotgan nima? Rahmatan bütün narsani qabladi degan gap. Rabbana vasa'ta kulla shay'in rahma. Mahattal athar bil athar. İzlani izla bilan yo'qotding deydi. Mahaqqa degan kemaytirdi, yo'qotdi dedik-ku. Al athar degan birinchisi bütün dunyoni yo'qotding deydi. Nim bilansa ershing bilan. Ershing bilan bütün dunyoni yo'q qilib o'tding. ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. Nurla felekleri dedim. Nurlarning felekleridan ibaret olan tek takım bunda muhitlar bilan deydi. Bak jiq nurlar bilan demoqchim da. Mushu nurlar bilan nimani o'qityapsan? O'zingdan boshqa narsalarni hammani shunday yo'qotding. Ag'yar degan boshqa narsalar. Yaki erşini o'qityapti. Yani xuddi Rahman Rahimning sifatidan shundan ershning ustiga chiqdi. Bu ersh ko'rolmaydigan darajada Rahmanlikni qaplab ketdi degan. Ya man ihtajaba fi suradiqat izzihi an tudrikahu al-absar. Suradiq degan bu chedir. Mesela ma'nosida Qur'on o'qitadiganға yoki to'yda qiladiganға yo'lida ko'childa chedirtib o. Shuni suradiq deymiz. Hali mushulimi suradiqqa deydi. Chedirlarni bu. Muhayyim o'rtunda. Ha? Muhayyam. Bu muhayyam o chedirning bir turi. Ma'u suradiqqa degan bunda o'ylaramliga, ko'chilga tikadigan alayda chiroyli chedirni suradiqqa. Suradiqat izzihi. İzzetinin chedirlari de mahjub bo'lgan zat dedi. An tudrikahul absar. Ko'zlar uni ko'rolmaydigan yani ko'zlarning ko'rishidan mahjub bo'lib izzat chedirlariga g'oyib bo'lgan zatmi? Yani ko'zlar ko'rolmaydi. La tudrikul absar va yudrikul absar.
Ya men tecella bi kemali behaihi. Beha degan güzelligi. Güzellik kamali bilan namoyon bo'lgan deydi. Tejalla degan. Ya'ni Alloh taolaning tuniydigan zotlarning dillarida namoyon bo'lgan zot deydi. Fatahaqqaqat azamatuhu al-asrar. Şundan al-asrar degan o'sha dilning ichki joylarida, bo'ling'uchliqlarda. Uning ulug'ligi dilning cho'nqur ichkarilarida vujudga chiqib ketgan zot. Kayfa takhfa wa anta zahir. Sen uçq aşkar tursan, qandan sen maxfi olsa, em kayfa taghibu wa anta ar-raqibul hadiru. Sen ba küz turgan zat tursan, qandamu g'oyib bo'lib ketsa, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa kunta anta ar-raqib alayhim dedi. Demek biz ko'zimizdan ko'ramiz-ku, sen uch qashqari hammani ko'rinib turgan zot. Hem bizga nazorat qilib turgan, bizni kuzatib turgan zot demakchi. Demak bu İbn Atallah Sekandarining Lataiful Minan degan kitobidan ilingan uzunda munojat etgan. Bunun bahsini shundoq, bahsini bakshun kitobida, lekin biz buni adabiy tekst hisobida Faydınışını okuduk. Yani bunun qaysi to'g'ri, qaysi xato, buni o'zingizkin chunqur tadqiqot qilgan chog'da undan ayirib olg'aysizlar. Vallohu a'lam bis-sawab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Javob degan sahih mard. Ko'p berayotkichi. Judniki musiqat muborak javob. Ama cevap da koysanlar, atılıp kaldı. Likulli cevabin kabwa ve likulli alimin hafwa.